Assalomu alaykum. Hurmatli chet ellik YouTube kanalini kuzatib boradigan insonlar. Bizda shogirdlar o'rgatyapmiz, onlayn kelib o'rganyapti. Juda ko'p faylga kuchaytirishlar. Sal kuchaytiribroq yasamoqchi bo'lyapmiz yana. Дополнительный not kuch qo'shmoqchi bo'lyapmiz. Chet ellikdan programmadan. Inshaalloh keyin bizda apparatlar kelgan. Zinkar apparati, plansheti, ikkita case, polni hamma apparat bor. Yo'q narsamiz yo'q bo'lsa kerak. Endi ikkita katta launch apparatimiz qoldi, $5000. Inshaalloh tushani ham bo'lamiz. Mana Ebo'larimiz polni bor. Ebo bo'yicha problema bo'lmasa kerak bizda. Jemolsda Toyota programmasi ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Inshaalloh ishlar davom etmoqda. Kimda qiziqish bo'lsa, bilimga, shu kasbga murojaat qilsizlar. Inshaalloh yanada yangiliklar qilib talaymiz. Prosta vaqt bo'lmayapti bizda. Inshaalloh yana yangilik qilib, vaqt bo'lishidan chiqatamiz o'rgatgan odamlarimizni ham, qiladigan ishlarimizni ham. O'zbekiston mashina bo'yicha boshidan kamon vaqtga problema yo'q bizda ishda. To'g'ri hamma narsasi bilan kelgan. Zakaz qilganmiz, inshaalloh asta-asta markaga o'tish niyat bor.